Summarniy объемda положительный, ayniqsa 16-genotipi положительный chiqyapti bu yerda. Bu degani sizda rak bor degani emas, lekin bu holatda yurish ham mumkin emas degani. Nomiga bachadon bo'yni qizarishi ham mumkin emas degani. 100 yil yashasangiz, 100 yil bachadon bo'ynini avaylashingiz kerak. Har 3 oyda kreslada ko'rinishingiz kerak. Bu zararlangan to'qimani olib tashlaymiz, kesib olib keyin kuydiramiz. Ahamiyat bering, kesib olib davomma, toza to'qima chiqqunicha. Devorlaridagilar olinadi, kuydirilgandan keyin boshqa kondilomasi yoki bo'lmasam displaziya holatida kelgan bemorlardan farqi protivirusning terapiyani qaytarib turishimiz kerak har 3-6 oyda. Endi faqat bu sizda xavfli bo'lavermaydi. Iris ko'rinishi kerak mutaxassisga, chunki siydik yo'li rakiga olib keladi bu holat. Buni rasmga olasiz. Rasmga olib, irisga bitta mutaxassisni yo'naltiramiz. U mutaxassis xabardor bo'lishi kerak shu turi положительный chiqqan.